O'zbekistonda butun umr sinmaydigan divan ixtiro qilib qo'yishdi akalar, qaranglar. 2 sakrayda hechasi bo'lmaydi. Sho'ring usta aka, qarab turinglar. Bu 2 kishilik divanimiz qaranglar 1.800.000 so'm. Displeysi bilan bo'ladi, temir mahsulotdan bo'lgani uchun yog'ochdan ko'ra umuman sinmaydi. Taylarda displeylar bo'ladi. Narxi 1.800.000 so'm. Vodiy Toshkent dastavkasi ichida matrasini alohida qo'shib olaverasiz. Aynan 2 etажkaligi bor, narxi 750.000 so'mdan boshlanadi. Bez matras, bez displey holatda. Agar displeysi qo'shilsa 1 million, matrasi bilan 1.300.000 so'm dastavkasi Toshkent ichida bo'ladi. Undan tashqari xuddi mana shu ko'rinishda yo'llari agrajdeniyali bo'lsin, siz 1.800.000, matrasini ham alohida gaplashib olasiz. Undan tashqari oyoq kiyim uchun mana shunaqa zo'r narsalar ixtiro qilib qo'yishdi. 500.000 so'mdan bo'ladi. Tevasida yumshoq pufiga bo'ladi. Bir kishilik divanlarimiz bo'lsa 800.000 so'mdan boshlanadi. Displeysi bilan 1 million. Endi displeysidan tashqari menga matrasi bilan bo'lsa, siz 1.300.000 so'mgacha yuziga yetib boradi. Kachalaylar, detskiga qanchalaylar? 800.000 so'mdan 1.300.000 so'mdan. Xolasiz 2.300.000 so'mdan tentovka yoki leksanligi 3 million so'mdan xuddi shunaqa baquvvat 2 metrligi demasa berishaveradi. Pastda nomer qoldirib aloqaga chiqaverasiz.